Staj kursimizni bitiruv oqshomi chiroyli kollektivga ega bo'ldik. Bolalar massajlarini o'rgandik. Juda ham atmosfera juda ham chiroyli. Hammaga taklif qilaman, kelinglar. Biz bu yerga kelib, ajoyib ustozimiz bilan tanishdik, ajoyib kollektiv bilan tanishdik. Yangi o'zimizga o'rtoqlar topdik, ayollar massajini o'rgandik, bolalar massajini o'rgandik. Hammaga tavsiya qilamiz, kelib o'qinglar, bizga o'xshab, mana shunaqa chiroyli bo'lib, sertifikatlarni olib ketasizlar. Omad. Rahmat. Mana bugun tugatyapmiz. Sertifikatlarni qo'limizga olamiz, xudo xolisi. Ustozdan kerakli bilimlarni oldik. Ustozimizga o'xshashga harakat qilamiz har doim. Bugun o'qishimiz oxirgi kuni sertifikat oladigan kunimiz. Ustozimizga kattakon rahmat. Juda katta bilimlar berdilar. Juda ko'p narsalarni o'rgandik. Endilikda bemalol farzandlarimizni o'zimiz massaj qilyapmiz. Uydagilar ham juda xursand bo'lishyapti bizdan. Mana bugun sertifikat oladigan kunimiz. Juda ham hayajondamiz. Xudo xolasa o'rgangan bilimlarimizni, o'rgangan amaliyotlarimizni birinchi o'rinda farzandlarimizda, keyin boshqalarning farzandlari, onalarimiz, opa-singillarimizni xudo xolasa amaliyotda o'tkazamiz. Ustozimizga katta rahmat. Shunaqa chiroyli bilim berdilar bizga. Bundan ham martabalari ulug' bo'lsin. Ishlariga har doim omad tilaymiz.